Qizimda qovuq shamollashi, ya'ni siydik yo'li shamollashida, o'g'limda esa bronxit va shamollashda yordam beradigan malham haqida gaplashmoqchimiz. Buni siz bilishingiz mumkin, chunki ming yillardan beri foydalanib kelinadi. Shifokorlarning o'zi menga tavsiya qilgan. Bunda sizga atigi 2 dona mahsulot kerak bo'ladi, ya'ni qo'y dumba yog'i hamda chesnok. Dumba yog'ini mayda bo'laklarga bo'lib, idishga solib yaxshilab eritamiz. Jizzasini bolamizga beramiz. Mazza qilib yeb oladi. Dumbadan yog' ajragandan so'ng chesnokni solamiz. Yaxshilab aralashtirib, xuddi shu tusga kelganda gazni tagini o'chirib olamiz. Afsuski, idishim yomon bo'lib ketdi. Xullas, bu malhamdan har kuni 2 mahal o'tkir davrda foydalaniladi. Qo'q shamollaganda qo'q sohasiga yaxshilab singib ketguncha suriladi hamda tagilik taqib qo'ygan ma'qul, chunki ich kiyimga dog' o'tib ketadi. Bronxitda kurakni pastki qismiga yaxshilab surilib, vibratsion massaj qilinadi. Men oyoq tagiga ham suraman, chunki qon aylanishini yaxshilaydi. Demak, men mana bunday qildim. O'zim market ilovasiga kirib, eng sifatli taglikni xarid qildim. Aynan qo'q shamollagan payti menga juda ham katta yordam berdi. Atiga 2 mahal taqdim, ya'ni kechqurun va obedga uyqu oldidan aynan malhamni surtgan paytimda taglikni taqib qo'ydim. Aynan Baby Seal tagliklarni tanladim. Sizga zo'r yangilik, hozirda chegirma narxlarda olish imkoniyati mavjud. Aynan Uzum market ilovasi orqali zakaz qilganingizda. Sizga video foydali bo'ldimi? Bolalar shamollaganda siz qanday yo'l tutasiz? Kommentar